Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaqacı Rozu, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü ıslaq 2022 yıl 8. ayının 24. günü. Bugünkü vaziyette söz açıdığan bolsaq, Cancadan sizlerge pat tanıştırıp geldik o bu kişini. Şu kişi bir haberdeki bir obzor, bir parça ilan qıptı, o nime depti, mavzu nime dep koyuptu deseniz, çünkü Kompartiyası hazır uruş tayyorlik qılıp atıdı depti. Biz bir vatandaşlarga muşu leksiyani sözleyimiz. Mavzu bunda vatandaşa. Cümle del hazır urushqa tayyorlik qılıp atıdı. Mavzulu xabar 8. ayının 23. gün Venvitor beti ilan qılındı xabar. Mundaq başlan. Cancadan obzorları keşirenler. Cancadan obzorları. Ötken ayda davalaş üskünelleri işlep çıkargıcı bir cüngoluk şirketçi bana mundaq dedi. Şu yerlik emeldarla menen işlep çıkarış liniyelerimni özgertişimni ve armiyani kereklik harbiy işler lavazımatı bilen teminlişimni talep kıldı. O yana mundaq dedi. Komünist kadrlar yani başka sanatçılarga muşundaq ko'rsatma berdi. Ondan başka Cungo alimleri öz ara mundaq fikir qilishdi. Cungo'da oliy maktablarda chet ellik o'quvchilar ve xizmatchilarni qo'g'lab chiqarishga boshladi. Go'yo dushmanlik harakatlariga tayyorlik qilgandek ishlarni qilyotdi. Cumhur Xalq Cumhuriyeti del hazır urushqa tayyorlik qilyotdi. Ular hargizmi o'zlarining urushqa tayyorlik qilayotgan harakatlarini yoshirmadi. O'tgan yil 1 ayning 1 kuni kuchga ega bo'lgan Davlat mudofaa qonunini o'zgartirish loyihasi belgilash huquqi mulkiy amaldorlarning qo'lidan harbiy amaldarlarning qo'liga o'tkazib berildi. Qisqasi bu o'zgartish loyihasining ma'qullanishi bilan huquq markaziy harbiy ishlar komitetining qo'liga o'tkazib berildi. Markaziy hukumat davlat mahkamasining roli ojizlashtirildi. Bo'libmi davlat mahkamasi ozodlik armiyaning davlat mudofaa safarbarlik harakatlarini nazorat qilmaydigan bo'ldi. Urushqa tayyorlik qilish. Hong Kong Janubning sari gazeti Jungoning rahbari Xi Jinping 2019-yil armiyaga buyruq e'lon qilib, Markaziy harbiy ishlar komitetida urushqa tayyorlik qilish to'g'risida so'zlagan nutqi butun mamlakatga qo'yib berildi. Chet ellik tahlilchilar Jungo tez arada urush qilamdi deb munozara qilishga boshladi. Vaqtning o'tishiga ergishib, Jungoning siyosiy tuzumi barg'ansari aniq bo'lmay qoldi. Lekin Jungo rahbarlari nima ish qilsa ochiq oshkora qilib keldi. Ular hozir askariy qismlarni Ladakh amaliy tizginlash liniyasining tuvan tarafidan yuqori tarafga ilgirlashga buyruq berdi. Balki Himalaya tog'lari texmi ko'p Hindiston yerlarini tortib olishga tayyorlik qildi. Azadlık armiya o'tgan yil 11 ayda, bu yil 6 ayda Filipin armiyasının Janubi dengizdan Aychov degan Aychov oraladagi
aldınqı Filippin askeri qismlariga ta'minot yetkizib berishga to'sqinlik paydo qildi. Muşu 7-ci ayının axırında Azadlıq armiyanın 4 dana hərbi parxoti Yaponiya Şərqi dənizdə talaşlar təş qılınıyotqan rayona girdi. Azadlıq armiya Tayvanın ətrafında özlüksüz hərbi ig'vogarchilik qilyotdi. Yana bir nokta. Hatasız aniq oshkora bo'ldiki, Xi Jinping ve Jungo'nun yuqori qatlam rahbarlari Delazir Jungo grajdanlarini urushga tayyorlik qilishga yetaklamoqda.